Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun e'tiboringizga bor-yo'g'i 3,5 sotix yer maydoniga mo'ljallab chizilgan 2 qavatlik 8 ta xonadan iborat bo'lgan korobka holatdagi uyning obzorini qilmoqchiman va birato'la videomiz davomida mana shunday uy qurishimiz uchun bizga necha pul mablag' ketishini ham birdan aytib o'tib ketaman. Avvalo sizlardan videoni boshlashimizdan oldin bittadan like, podpiska va o'z fikrlaringizni kommentariyalarda qoldirib ketsangiz juda ham xursand bo'lardim. Xo'sh, uyimizning avvalo uchastka razmerlariga keladigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, eniga 15,5 metr va uzunasiga 22,5 metr, shu holatiga rovna 3,5 sotix yer maydoniga tushgan bo'lyapti. Va uyimizning o'zining gabaritlariga keladigan bo'lsak, mana eniga 11,20 va uzunasiga rovna 14 metr bo'lyapti. Shu holatida birinchi qavatimizda ham 4 ta xona va ikkinchi qavatimizda ham 4 ta xona, общий 8 ta xonadan iborat bo'lyapti va qo'shimcha yordamchi xonalarni ham o'z ichiga oladi. Xo'sh, bir boshdan boshlaydigan bo'lsak, avvalo uyimizning qisqacha fasadlaridan qaysi xona qayerda joylashganligini ko'rsatib o'taman va videomiz davomida tomlarni olib, plan shaklini ham, ya'ni tushunarli bo'lishligi uchun yuqoridan xonalar joylashuvlarini ko'rsatib o'taman. Xo'sh, mana ko'cha tomondan qaraydigan bo'lsak, mana bu darvozaxonamiz, mana bitta mashinamiz turadi va buni yonida kattagina yozgi oshxona, yozgi ayvonlarimiz joylashgan va mana bu yerda hovlimiz uchun bitta tualet va hammomni ham joylashtirib ketganmiz va hovli tomondan qaraydigan bo'lsak, mana hozir aytganimdek, mana bunday darvozaxonadan kiriladi va bu tomonda yozgi ayvonlarimiz va asosiy uyimizga ikki tomondan kiriladi, ya'ni to'g'ridan kirilmaydi, ikki tomondan kiriladigan qilganmiz. Bu ham mijozning talab takliflaridan kelib chiqib shu holatda qilganmiz va undan tashqari uyimizda bitta podvalni ham qoldirib ketganmiz, ya'ni mana bu tomondan podvalga ham tushiladi va uyimiz hovlining to'rt qismida, etak qismida joylashgani bilan to'rt tomonda ham mana yo'lak qoldirganmiz. Bu tomonda ham, bu tomonlarda ham yo'lak qoldirilgan. Hech qaysi bir qo'shni tomonga devoriga taqalmagan bo'lyapti. Va uyimizni o'zini tushuntiradigan bo'lsak, mana kirish qismimiz hovlisiz bu yoqdan, hovlisiz bu yoqdan. Asosiy kirishimiz lekin mana bu yerdan bo'ladi, mana bu tomondan, yozgi ayvon tomondan. Va kirganimizda bitta hol bo'ladi. Mana bu xonamiz hol bo'ladi va bu tomonda bitta oshxonamiz bo'ladi. Va oshxonani o'zidan to'g'ri hovliga ham mana bu yerdan chiqib ketsak bo'ladi. Va undan tashqari oshxonamizning orqasida mehmonxona joylashgan, ya'ni mehmonxonaga ham xuddi shunday hovlidan ham kirsa bo'ladi va mana bu ichkarida koridordan ham to'g'ri kirib borsa bo'ladi. Va bu tomonlarni qisqacha tushuntirib o'taman va birinchi qavatimizda bitta ota-onalar yotoqxonasini ham qoldirib ketganmiz. O'zining ichida sanuzel bilan birga bo'lyapti. Ikkinchi qavatga keladigan bo'lsa, ikkinchi qavatimiz mana zinaxonamizning oynasi. Orqa tomonga xonalarga portishga qo'ymaganmiz, shuni hisobiga yon tomonlarga qo'yilgan bo'lyapti. Ikkinchi qavatimizda ham 4 ta xona, mana bu bitta bolalar xonasi, bu yerda bitta garderob xonamiz, kladovka yoki garderob xona sifatida ishlatsa bo'ladi. Va to'g'ridan qaraydigan bo'lsak, mana bu kattagina yotoqxonamiz bo'lyapti, o'zining ichida sanuzeli bilan birga va balkonga ham chiqadigan eshigimiz mana shu spaniyadan chiqadi. Va bu tomonda bitta detskiy xonamiz joylashgan. Bu tomonda ham xuddi shunday bitta detskiy xonamiz joylashgan bo'ladi. Tomlari mana hozirgi kunda bo'lgan do'ppili tom shaklida yopilgan. Buni hisobiga mana shu qurilishimizga ham xarajatlari biroz kattaroq ketadi, ko'proq ketadi. Lekin oddiy tom qilsa ham bemalol chiroyli ko'rinadi. Shuni hisobiga uyimiz ancha arzonroq tushishiga xizmat qiladi. Xo'p, umumiy ko'rsatib o'tdim. Endi bir boshdan uyimizni tomlarini olib, birinchi etaj va ikkinchi etajni plan shaklida ko'rib o'tamiz va videomiz davomida mana shu uyimizga qancha mablag' ketishini ham birato'la aytib o'tib ketaman. Xo'sh, birinchi qavatdan boshlaydigan bo'lsak, mana umumiy birinchi qavatimiz. Keling, birinchi qavatdan oldin podvalni ham ko'rsatib o'ta qolay. Mana bu yerda mana beton qismimiz, mana shunday holatda beton qo'yiladi. Mana razmerlari hammasi yozilgan. Faqat mana bu yerda podvalimiz bo'lyapti. Podvalga ham hovli tomondan kiriladi mana, ham uyning ichidan ham bemalol kirsa bo'lyapti. Mana shunday holatda podvalimiz kladovka va kotyolxona sifatida bemalol ishlatsa bo'ladigan kattagina podval bo'lyapti. Xo'sh, podvallarimiz ko'rdikki, mana betonlarimiz, tagida podushkalarimiz mana shunday holatda bo'ladi. Xo'sh, endi birinchi qavatini ko'rib chiqamiz. Birinchi qavatga keladigan bo'lsak, mana qisqacha общий ko'rinishi va bularni endi birma-bir xonalarni ham joylashuvini ko'rib o'tamiz. Mana bu darvozaxonamiz bo'lyapti. Mana mashinamiz turadigan joyimiz, yonidan ham bemalol o'tib qaytadigan joyimiz bo'ladi. Ko'rdingizdan ham uyga kirsa bo'ladi va bu tomondan yozgi ayvonimiz tomondan ham aylanib kelib kirsa bo'ladi. Va buni yonida mana yozgi oshxonamiz, ayvonlarimiz, ham o'tiradigan, ham tandir o'choq qilib dekorativniy bunaqa joy qilsa ham bo'ladigan kattagina joyimiz bo'lyapti. Va mana bu yerda hovlimiz uchun bitta tualet va hammomni joylab ketganmiz. Bu yerga mana bu yerdan to'g'ri kiramiz. Kirganimizda bitta koridorcha, bu tomonda hojatxona
va bunisi kattagina hammom bo'lyapti, ya'ni ko'cha tomonga qaraganmiz. Ikkalasini ham fortishkasi ayvon tomonga qaragan bo'ladi. Va asosiy uyimiz mana hovlining o'rta qismida joylashgan, hamma tomonida atroflari yo'lak qilingan bo'lyapti. Va birinchi mana bu yerga kiradigan bo'lsak, kirganimizda mana tamburxonamiz, bu yerga ham kiyim yechadigan bu narsa qilsa ham bo'ladi bemalol. Va bu yerdan o'tib to'g'ri kiradigan bo'lsak, mana kattagina hol bo'lyapti. Bu yerda oilaviy o'tiradigan, televizor ko'radigan, ovqat yeydigan joy. Ya'ni yaqin mehmonlar kelganda ham bemalol mehmonxonaga kirib o'tirmasdan mana shu yerda ham bemalol o'tirsa bo'ladi. Razmerlari ham kattagina bo'lyapti. Qisqacha razmerini ham ko'rsatib o'taman, mayli. Mana xonamiz mana 620 ga, bunaqasi mana 380 bo'lyapti. Kattagina razmerda bo'ladi. Va buning yonida mana oshxonamiz bo'lyapti. To'g'ri, oshxonani o'ziga buradan hovlidan ham kirib chiqsa bo'ladi. Ya'ni zaposnoy eshik sifatida qoldirib ketganmiz. Buni ham razmerini mayli aytib o'taman. Mana 380 ga va bunaqasi 380 bo'lyapti. Kattagina 15 kvadratga yaqin maydon bo'lyapti. Xo'sh, va to'g'ri holimizdan o'tadigan bo'lsak, mana zinaxonamiz. Zinadan ikkinchi qavatga ham chiqamiz va tagidan boyagi podvalimizga ham tushib ketamiz. Ya'ni mana buncha ko'rinyapti. Va bu yerda o'zidan to'g'ri mehmonxonamiz, mana kattagina uyimizning orqa qismida mehmonxonamiz bo'lyapti. Ikkita derazasi, bittasi yoniga, bittasi orqaga qaragan bo'ladi. Va shu mehmonxonani o'zidan mana bu yerga hovliga ham tushamiz. Ya'ni kelgan mehmonlarimiz bu yerdan kelib, shu yerdan chiqib ketaveradi, uy ichiga aralashib o'tirmasdan. Mana shunday holatda bo'lyapti. Va birinchi qavatimizdagi oxirgi xonamiz mana ota-onalar yotoqxonasi bo'lyapti. Ixchamgina o'zining ichida mana sanuzeli bilan birga bo'lyapti, ya'ni mana bunday. Va buning yonida mana общий sanuzelimiz birinchi qavatimiz uchun общий bitta sanuzelimiz bo'lyapti. Eslatib o'taman, proyektimiz bir qirg'izistonlik mijozimiz uchun qilingan va o'sha kishining xohish istaklaridan kelib proyekt qilganmiz. Xo'sh, endi ikkinchi qavatini ko'rib chiqamiz. Birinchi qavat tushunarli bo'lgan bo'lsa, ikkinchi qavatini ko'rib chiqamiz. Ya'ni mana ikkinchi qavatimiz o'tish holatda mana zinaxonamiz, to'g'ri zinadan chiqib keladigan bo'lsak, bu yerda kichkinagina koridor va shu koridorimizdan hamma xonalarga o'tiladi. Mana zinadan birinchi chiqqanimizdan chap tomon, o'ng tomonga buriladigan bo'lsak, bu yerda bitta xonamiz bo'lyapti. Mana bolalar xonasi. Ya'ni bu tomondan qaraganda mana bu xonamiz bo'lyapti. Va buning yonida общий sanuzulimiz, xuddi birinchi qavatdagi o'xshagan общий sanuzul bo'lyapti. Va buning qarama-qarshisida mana bu tomondan prayomdan o'tadigan bo'lsak, to'g'rida bitta kladovka, garderob xonamiz bo'lyapti va ikki yonida ikkita detskiy xonamiz bo'lyapti. Ya'ni mana bunday ixchamgina detskiy xonamiz. Bittasi orqa tomonda, bittasi hovli tomonda bo'ladi. Va oxirgi xonamiz mana koridordan to'g'ri chiqib keladigan bo'lsak, zinaxonadan bitta общий katta ota-onalar uchun yotoqxonamiz o'zining ichida mana ixchamgina sanuzeli bilan birga bo'lyapti. Va shu yerning o'zidan to'g'ri balkonimizga chiqsa bo'ladi. Umumiy ko'rinishda mana shunday holatdagi uyimiz bo'lyapti va endi eng qiziq joyi mana shunday uy qurishimiz uchun, xuddi mana shunday uy qurishimiz uchun bizga qancha mablag' ketishi aytib o'taman. Xo'sh, mana shunday uy qurishimiz uchun faqat uyning o'zi emas, atrofdagi mana bog' devorlari, mana ayvonlari hammasini общий mana shu holatida kompleks hisoblaganimizda sizda kamida $40,000 pul bo'lsa, mana shunday uyni qursangiz bo'ladi. Ya'ni bu $40,000 deganimga bu uncha qimmat emas, arzon variant ham, ekonom variant emas, o'rtacha holatda mana shunday 40,000 ketadi. Agar sarflayman desangiz, hammasini 50,000 dan ham ziyod ketib qoladi. Hammasini me'yordan oshig'i bilan sarflayman desangiz, armaturani ham, g'ishtni ham, masalan, tomni ham, boshqasini 50,000 dan ham ziyod ketadi. Hatto agar ekonom qilaman desangiz, 40,000 dan kamroq ishlatsa ham bo'ladi. Ya'ni tomlarni oddiyroq qilib, bunaqa do'ppili tom qilmasdan oddiyroq qilib, regel kolonnalarni sal kamaytirib, armaturalarni ham, boshqalarni ham, masalan, betonni ham 350 marka emas, 250 marka ham bemalol betonimizga, fundamentimizga hammasiga yetib o'tadi. Faqat kolonnalar 350 marka qilinadi, qolgani 250 marka qilsa ham shunday bo'ladi. Va mana bular mana shlaka blokdan qilingan. Asosiy uyimiz esa pishig'ichdan bo'lyapti. Agar ekonom variant qilaman desangiz, mana bu qishlarni pishig'ichni o'rniga xomg'ichdan ishlatsangiz ham ancha uyimiz arzon tushadi. Va mana buni o'rniga ham shlaka bloklarni o'rniga ham xomg'ichdan yoki xom blok degan narsa bor. Blokni razmerida loydan qilinadi, xuddi g'ichga o'xshab. Bunaqa qiladigan bo'lsangiz, u ham ancha arzonroq tushadi. Mana bu yerlarga ko'p ham kolonnalarni bir qavatli joylarga kolonnalarni kamaytirib qilsa ham bo'ladi. Shuni hisobiga ancha arzonroq ketadi. Xo'sh, mana yurtdoshlar, qo'ldan kelgancha ko'rsatib, tushuntirib obzor qildim. Biror talab, takliflar, buyurtmalar bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Telefon nomerimni mana bu yerga video ostida qoldirib o'taman.